Qizlar bilaman o'zingizga boy er xohlaysizlar. Oxirgi vaqt qizlarga qarasam, er tanlashda eng katta kriteriyasi boy bo'lsin, meni boqsin, yaxshi pul topsin, yaxshi pul bersin, bo'ldi, shuni o'zi yetadi deb aytishyapti. Bu esa juda katta xato deb o'ylayman. Nimaga? Chunki boy er ham, kambag'al er ham bir xil er bo'ladi. Xoros hamma yoqda bir xil qichqiradi. Ikkalasi ham xarakteri bo'ladi, stress ustuvchiligingiz bo'lishi kerak. Undan tashqari dunyo qarashi bo'ladi, qadriyatlari bo'ladi, din diyonati bo'ladi, xarakteri bo'ladi, o'zini yashab o'tgan tarixi bo'ladi. Mana shularga katta ahamiyat berishingiz kerak deb o'ylayman. Men boyligiga, puliga qaramanglar demayman. Pul ham juda ham muhim aspekt. Lekin faqatgina puliga qarab turib erga tegib olish bu noto'g'ri deb o'ylayman. Sababi qadriyatingiz to'g'ri kelmasa, xarakteringiz tushmasa, dunyo qarashlaringiz bir xil bo'lmasa, u odam bilan yasha olmaysiz. Oxir oqibat kambag'alga ham rozi emassiz, lekin boy bilan ham yasha olmaysiz. Hayot dabdala bo'lib ketadi. Siz erni tanlayotganda boyligi, pulidan ham oldin uni qanaqa qobiliyatlari borligi, uni qanaqa xarakteri borligi va o'sha pul topish uchun nima ishlar qila oladi, nima qo'lidan keladi, ko'nikmalari, o'shalarni o'rganing. Sababi pul keladigan ketadigan narsa. Bugun bor, ertaga yo'q. Pulni birga ham topib olasizlar. Lekin o'sha ko'nikmasi bor bo'lsa, o'sha harakatini ko'rsangiz, siz inshaalloh ertaga oddiy eringizni ham boy qila olasiz. Unga faqat podдержка, motivatsiya berib ishonsangiz bo'ldi. To'g'ri muhitda yaxshi erkak boyishi mumkin. Men juda ko'p qizlarni ko'rganman. Eri boy paytida, puliga urib yurgan paytida erga tegib olishadi-da, lekin boshiga ozgina qiyinchilik kelib, sinov kelgan paytda majbur yashashadi yoki ajrashib ketishadi va shu bilan oila barbod bo'ladi. Undan ko'ra insonni o'ziga qaranglar, qadriyatlariga, qalbiga, dunyo qarashiga, xarakteriga, kun tartibiga qaranglar. Ana o'shandan keyin sizlar to'g'ri er tanlay olasizlar deb o'ylayman. Nima deysizlar? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar, kutaman.